Nima ketmoqchi? Yo'q ketmoqchi. Sizlar qayerda edi? Rossiyadamisizlar? Rossiyada ishlaysizlar. Rossiyada 7 yildan beri bu zob uchun lecheniya olyapti. Mana shunga Rossiyaga borganda zob bezovta qilmaganmiz umuman. Rossiyada endi ish joylarida medkoridan o'tayotganda kasalliklarni bilib qoldinglar. Shunaqami? O'zbekistonga qaytdinglar. Mana qayerdan topdinglar? Instagram. Aytyapman, u yoqqa ketmoqchi edik. Boshqa nimaga? Namanganga. Namanganga ketmoqchi edik. Instagramni ko'rib qoldik, 6-7 avgustlarga bu yoqda bo'ladi. Bu yoq yaqin oldik, bu yoqqa keldik. To'g'ri, Urganch sizlarga yaqin. Ha, yaqin. Biz kecha chiqib ketmoqchi edik. Namangga. Operatsiya tekshiruvlari olinibdi sizdan, berikchi. Hozir Buxorodan keldinglarmi bu yoqqa? Ha, Qoyilman, Instagramda ko'rdilaring. shunday. O nima muammo ekan? Qon bezidan o'sha ozgina o'simta chiqibdi. Hozir biopsiya tekshirilmoqchi, razlarlar. U yoqda o'zlari ishga kirish jarayonida tekshiruvdan o'tganda aniqlanganda. Ular kasalligiga qarab turib izlanishga tushgan. Tashxislar bilan to'liq tanishib chiqadi. Gepatit yo'qmi? Sahar yo'q. Alloh shifo bersin. Yaxshi bo'lib ketasiz. Xudo xolasa. Bizga operatsiya ham dedi-da, 1-sentyabrga keling operatsiya qilamiz. Endi ixtiyoringiz. Masalan, bemor o'zini ixtiyori. Kimdir operatsiya qildiradi, kimdir kimyo oladi, kimdir tabobatdan davolanadi. Siz qaysi yo'lda tabobatda davolanish lozim topdingizmi? Shunga qarab turib lichenyangizni qilib beraman. Endi razmeringiz 2 santimetrga yaqin, ko'plab bo'lganligi uchun bir oyda to'liq tuzatib olish qiyin. Siz buni yaxshi bo'layotganini o'zi orqali har oyda tekshiruvdan o'tirib, natijasiga qarab xulosa chiqarasiz. Bunga qarab ana sizda gepatit yo'q, sahar yo'q, albatta katta rezultat olasiz. Tegmagan holatda, operatsiya bo'lmagan holatda, kimyoviy qilinmagan holatda tabiiy usulda davolanasiz. Xohlasangiz? Xudo xolasa hamma narsa ixlos bilan-da. Birinchi o'rinda o'zingizda ixlos, keyingisi parhez. Yema degan mahsulot, mana glyukozaga boy mahsulotlar tandirga kirishlari mumkin emas bu holatda. Quyosh nurida ko'p yurish mumkin emas. Stress, ayniqsa asabbuzarlik baribir tugunlarga ta'siri katta bo'ladi. O'zingizni o'sha sog'lom hayotga qaratib, men tuzalaman degan nima programmani o'zingizga qo'yib olib ishlaysiz. Davolashni boshlaymiz. Keling. Mana shu o'tkazda hosillar bor. Instagramda ko'rdim nima 2 santimetr, 3 santimetr, 8 santimetrlar shifo topganini ko'rgandan keyin bu 9 millimetr bu hech narsa emas. Xudo xolasa. Endi o'pkangizni 4-segmentida 1 santimetrga yetmagan bez chiqibdi. Xudo xolasa biz tabobat yo'li bilan davolaganda 1 oydan keyin natijalari tekshiruv orqali ko'rib borasiz. Hammada har xil. Kimnidir kasalligi 4-bosqichda o'tlashib ketgan formalarida tuzatib olish imkoni o'ta qiyin. Lekin siznikida imkoniyati bor. Rossiyada lekin boshqacha chiqqanda 4 millimetr chiqqan. Bu O'zbekistonniki. Mana shu berib qaytarib yubordi bizani. Ikkalasini oralig'i hop, bu 20 kunda tushibsiz, 24-iyulda tushibsiz, ha? 25 kun yurdik o'sha. Yo'tal, nafas siqish holatlari, qansirashlar bor. Yo'q, faqat yo'tal borlik, qachonki sovuq narsa yesam, keyin o'shandan keyin yo'tal bo'ladi. Oddiy tabletka bilan qoladi. Avvalambor Alloh shifosini bersin. Bilib qolganingiz ham bu ham xayrlikka, yaxshilikka. Bu holatda tabobatda davolash imkoni bor. Shunaqa muammoda yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, mana hozir tavsiyalar berdingiz-ku, issiqdan saqlanish kerak, parhez qilish kerak va eng asosiysi yozilayotgan dorilarni vaqtida qoldirmas, 3 mahal ichish. To'ppa-to'g'ri. Keyin o'sha stressdan chiqish kerak. Ruhiy tushkunlikdan birinchi o'rinda o'zingizni ruhiyatingizni davolashingiz kerak-da. Ha?
Mana kasallikka bu sen o'smaga chalinibsan deganda hamma xohlaysizmi yo'qmi stressga tushib bo'ldi, buni oxiri o'lim deb o'ylaydi. Yo'q. Harakat qilsangiz, sababini topsangiz bo'ldi. Kimdir aytyapman-ku, kimdir kimyo nurdan, kimdir operatsiyadan, kimdir shifokordan, kimdir tabibdan davosini topib ketyapti. Izlansangiz bo'ldi. Akamga bog'laganda stressdan chiqadi. Bergalatib yaxshi gapirib tursangiz stressdan chiqadi. Oila muhiti birinchi o'rinda To'ppa tinch bo'lish kerak, kayfiyat berish kerak, yonidagi turmush o'rtog'i damda bo'lish kerak. Bizlarda unaqa diagnoz chiqmabdimi, to'g'rimi? Bizlarda o'sha biopsiyada agar lecheniya qilmasang, shunaqa o'lishi mumkin degan. Ko'plab tugun bergan qalqonsimon bezida. Bitta yaxlit endi bitta katta yaxlitdan olgan, qolganiga yonlariga mayda va ko'plab bergan. Asosiy bitta katta o'choqqa yozgan. O'pkasidagi birida 5 sm beryapti Rossiyada, bizda 5,5 sm beryapti Rossiyada, bizda 1 sm-ga yaqin beryapti. 5,5 mm o'zimizda 1 sm-ga yaqin. Yo'q, masalan, Rossiyada 0,5 sm-dan sal katta beryapti. Unaqa 5 sm emas. Bizda 1 sm-ga yaqin beryapti. Shunga ikkilanamiz, necha kunda shu darajada o'sibdimi yoki bu ashibdimi deb. Endi bu tekshiruvlarning xulosasi, radiolog xulosasi. Ular ham bor narsani yozadi. Razmer oladi. Endi o'sgan bo'lishi mumkin, chunki yumshoq to'qimaga o'sma tushganda o'sish tezligi sal yuqori bo'ladi. Tezlashadi, yumshoq to'qima bo'lgani uchun. Hozir davolash jarayonida ko'rasiz. 1 oydan keyin, mana Xudo xolasa, tekshiruv qiladi sizni. Tekshiruv natijalariga qarab o'zingiz haqiqatni ko'rasiz.